Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana 3-darsga ham yetib keldik. Demak, birinchi HTML sahifam tayyor. Telefonda dasturlash. Dars maqsadi: Termuxda birinchi HTML faylimizni yaratish, kodni yozish va brauzerda ko'rish. Oldingi darsdan eslatma. Ikkinchi darsda Termux o'rnatdik va asosiy buyruqlarni o'rgandik. Bugun esa birinchi real sahifamizni yaratamiz. Nazariy qism. HTML nima? HTML Hypertext Markup Language. Bu dasturlash tili emas, bu belgilash tilidir. Web sahifaning skeleti hosil qiladi. Xuddi inson tanasi kabi. HTML suyaklar, ya'ni tuzilish, CSS kiyim, ya'ni ko'rinish, JavaScript muskullar, ya'ni harakat. HTML faylining tuzilishi. Taqsoy. Bu HTML5 fayl degan signal. HTML boshlanadi. Page ko'rinmaydigan ma'lumotlar. Title browser tabida ko'rinadigan nom. H tag yopiladi. Body ko'rinadigan asosiy qism, ya'ni content. Body tagning yopilishi /body bo'lyapti. Bu yerda e'tibor berasizlar. /html tugadi. Xo'p, tag nima? Bu yerda bir misol keltirilgan yak, ya'ni sarlavha tagi. Bu sarlavha. Kichik belgisi bu tag ochiladi degan. Ya'ni kichik belgisi tag ochiladi ma'nosida keladi. yak tag nomi. Katta belgisi esa tag yopiladi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni mana shu 3 ta narsa tag. Slash bilan boshlansa bu tag yopuvchi, ya'ni tag yopildi degani. Amaliy qism. Demak, amaliy qismni sizlar bilan birgalikda bajaramiz. Undan avval men ikkinchi darsga kirib olaman. Ba'zi bir bizni kuzatuvchilarimiz yozishibdi bizga. Ikkinchi darsdagi amaliy qism bizga tushunarli bo'lmadi deyishibdi. Demak, biz amaliy qismni ba'zi bir joylarini qaytadan o'tamiz. Xo'p, biz o'rnatish qadamlarini brauzerdan F-Droid, Termux, bu birinchi qadamda biz qilib bo'lganmiz. Termux o'rnatib bo'lindi. Termuxni ichiga kirib bo'ldik, qadam 2 o'rnatildi. Qadam 3 PKG update, PKG update, PKG upgrade. Bularni qadam 3 ni ham qildik. Qadam 4 asosiy toollarni o'rnatish. Mana shu qismiga ko'pchilik tushunmabdi. Mana shu qismini biz boshidan tushuntiramiz. Termuxga kirib olamiz. Mana Termuxga kirib oldik. Men yana ekranni 2 ga bo'lib olaman. Mana. Qadam 4 PKG install git nano get cool python. Xo'p, bizga kerakli narsalar. PKG install git kerak, nano, ya'ni tahrirlash muharriri, kod yozishimiz uchun Wget, curl hamda python. Bular hammasi kerak. Demak, o'rnatish boshlandi. Ozgina vaqt oladi. Men harakat qilib videoni tezlashtirishga imkon qadar qilaman. Mana tayyor. Biz asosiy toollarni o'rnatdik. Endi qadam 5 ga xotira ruxsatini berish. Eslatib o'taman, bu Android telefonlarining mana bu yerda ham bor. Telefoningiz bilan ulanadigan zanjir, bu kod, bu komanda. Android
so'raganda allow bo'sing, shunchaki ruxsat bering, bu fayllar xavfli emas, bu fayllarga ruxsat berish degani. Demak, biz mana termux setup storage yozdik. Xo'p, mo'mocha bor ekan. Xo'p, termux storage setup. Demak, ruxsat berildi. Men bitta narsa ana aytishim kerak edi. Men bu buyruqni avval berganligim sababli meni hozir o'yini ochilmadi. Ruxsat berish allow tugmasini bos deb. Sizlarda birinchi bor o'yini ochiladi, sizlar ruxsat berishlaring kerak. Demak, biz bu papka, bu komanda bizga nimani berdi? else. O'tgan dars o'tganimiz storage. Xo'p, storage papkasi ochildi. Demak, bizga storage papkasini beribdi. Birinchi buyruqlar yodlab oling. Xo'p, biz buyruqlarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Wami foydalanuvchi nomini ko'ramiz. Demak, biz wami ishlatdik. pvd. Xo'p, wami mana mening foydalanuvchi nomim. Ikkinchi komanda pvg. Xo'p, men qaysi papkada turganligim ls clear data. Xo'p, ls qanday papkalar borligi, uzr, xatolik bo'ldi. ls endi qanday papkalar borligi. Xo'p, clearni hozirchalik ishlatmaymiz. Data. Xo'p, date ekan, uzr. Date. Bugungi sana soatlari bilan. Endi clearni ishlatib ko'rsataman. Clear. Mana ko'rib turganlaringdek terminal toza bo'ldi. Bu xavfli emas. Demak, amaliy qismni, amaliy topshirig'ini sizlar ham qilib bo'lgan bo'lishlaring kerak. Bunga ishonaman. Xo'p, biz endi 3-darsning amaliy qismiga o'tamiz. Amaliy qism. Qadam 1. Papka yarating. mkdir mening saytim degan. Xo'p, biz mkdir mening saytim. Xo'p, enterni bosamiz. Demak, bizda papka yaratildi. Biz buni qanday ko'ramiz? Biz o'tgan darsda o'tganimizdek ls bizda qanday papkalar borligini ko'rsatadi. Enterni bossak, mana bizda ikkita papka bor. Biz avval storage papkasini ko'rgan edik. Endi yonida mening saytim papkasi paydo bo'ldi. Xo'p, ikkinchi komanda cg mening saytim. Xo'p, papka ichiga kirib olamiz ekan. cg mening saytim. Xo'p, mana papka ichiga kirib oldik. Ko'rib turganlaringdek yashil rangda chiqib turibdi. Xo'p, qadam 2. HTML fayl yarating. Nano index HTML. Xo'p, buni qisqacha tushuntirsam, nano kod muharriri biz o'rnatdik. Index fayl nomi va bu index o'rniga xohlagan nom qo'yishingiz mumkin. .html bu fayl turi, qanday faylni yaratayotganingiz. Demak, biz yaratib olamiz. Nano index.html. Demak, bizga nano muhiti ochildi, nano muharriri ochildi. Xo'p, qadam 2 bajarildi. Qadam 3. Kodni yozing. Tagtime, HTML head, title, head, body, h1 bu sarlavha tegi, p bu paragraf tegi. Men dasturlashni o'rganmoqdaman degan. P bu ham paragraf, /body tegi yopildi, /html tegi yopildi. Demak, men mana shunday tarzda, bu tartibda yozaman. Men bu kodni shunchaki kopiya qilaman hamda bu yerga tashlayman. Mana tashladim. Keyingi qadam 5 saqlash. Ctrl O, Enter, Ctrl X.
Demak, Ctrl O Enter Ctrl X. Demak, bizda saqlandi. Bizga hech nima ko'rinmaydi. Bu tabiiy hol. Demak, qadam 5. Brauzerda oching. Mana shu termux open index html komandasini yozsak, bizga brauzerda ochib berar ekan. Open index html. Xo'p, bizda brauzerni tanlashimizni xohlayapti. Demak, biz Chrome'ni tanlaymiz. Bizga sahifa ochilyapti. Mana bir kamchilik bo'ldi. Demak, sahifa ochilmadi, ya'ni bizning faylimiz o'qilmadi. Yozib qo'yibdi, fayldan foydalanishga ruxsat berilmaydi. Demak, biz darsga qaytamiz. Bu yerda mana natija brauzerda sahifasida ochiladi. Demak, bizda natija ochilmadi, bu yerda yordam bor ekan. Yordam. Agar siz brauzerda ochishdagi muammolarga duch kelgan bo'lsangiz, xavotirlanmang, bu odatiy hol. Chunki bu buyruq hamma Android telefonlarida ham ishlayvermaydi. Brauzerda ochishning qo'shimcha yo'li. Demak, Python 3-m http.server 8000. Bu komandadan keyin sizga qauslar ichida mana shu demak beriladi. Siz shunchaki brauzerga yozasiz, muammo hal. Demak, mana yordam ham topib oldik. Yozamiz Python 3-m http.server va 8000. Demak, haqiqatdan ham bizga qauslar ichida mana shu berildi. Biz uni qo'lda yozmaymiz, shunchaki kopiya qilib olamiz. Kopiya, demak, brauzerga o'tamiz. Va bu yerga kopiya qilingan kodni yozamiz. Mana bizga sahifamiz ochildi. Salom dunyo, men dasturlashni o'rganmoqdaman. Bu mening birinchi HTML sahifam. Demak, biz yana darsga qaytamiz. Xo'p, amaliy qism tugadi. Amaliy topshiriq sizlar uchun. Videodagi kodni o'zingiz yozing. H1 tegi salom ismingizga o'zgartiring. Yana ikkita p qo'shing. Xohlagan matn. Brauzerda oching va screenshot oling, guruhga yuboring. Foydali havolalar videoni to'xtatib screenshot qilib olishingiz mumkin. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'linglar.